Gazli fura qidirayotganlar uchun sotuvda Iveco bor Pricep bilan birgalikda. Narxini videoni boshida aytib o'tib ketaman. Egalari 65 ming AQSh dollar deb aytayaptilar. Albatta kelishadigan joylari mavjud. Endi furani ma'lumotlari bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Tigach bosib o'tgan masofasi 685 ming kilometr masofani bosib o'tgan 400 ot kuchiga ega avtomat korobkada. Mashinada retardi ham mavjud. Egalari buni full komplektatsiyalardan biri deb aytayaptilar. Stachni konditsionerlari mavjud. Salon ichki holatlarini ko'rib, o'zingiz baho berib qo'ysangiz bo'lardi. Bitta zapravka bilan 800 kilometrdan oshiq masofani bosib o'tadi deb aytayaptilar. Gaz ballonlar soni jami 8 ta, 4 tasi 200 talik, 4 tasi 150 talik gaz ballonlar jihozlangan, kubasi 305 kubani tashkil etadi. Tigachchi ballonlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu mana oldi ballonlarning holati yangi holatda turibdi. Orqa ballonlarning holati rabochiy holatda. Pricep 2008-yilda ishlab chiqarilgan Krone Pricep. Moslari saf mos, ballonlarning holatini ham videoda o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Pricep ichlari usiliniya qilingan. Xullas Tigachda ham, Pricepda ham egalari kamchilik yo'q, ishga tayyor holatda ishlab turgan mashina deb aytayaptilar. Agar qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamlarini videoni past qismida yozib qoldiraman. Telefon qiling, yana o'zlaridan to'liqroq ma'lumotlarni olasiz. Manzil Namangan viloyati, hozir Uchqo'rg'on tumanida bu fura turibdi. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Videoga like bosib, mana shunaqa ideal holatdagi gazli fura qidirgan tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.